Esmeralda serialidagi Graciela obrazi orqali tomoshabinlarimizga tanilgan meksikalik aktrisa Nora Salinas 1976-yil 7-iyun sanasida Meksikaning Monterrey shahrida tavallud topgan. To'liq ismi Alicia Nora Ortiz Salinas bo'lgan qahramonimiz show biznes olamiga model sifatida kirib kelgan. 1993-yil o'zi tug'ilib o'sgan shtatda o'tkazilgan go'zallik tanlovida g'olib chiqqach, rejissyorlar tomonidan telenovellalarda suratga tushish taklifini oldi. U keyinchalik televiziya markazida aktyorlik bo'yicha tahsil olish uchun Mexiko shahriga ko'chib o'tadi. Birin-ketin teleloyihalarda suratga tusha boshlagan yosh aktrisa tez orada taniqli rejissyorlar e'tiboriga tushadi. 1997-yilda suratga olingan Esmeralda serialida Graciela rolini ijro etish orqali katta mashhurlikka erishadi. Aktrisa o'zbek tomoshabinlariga ham aynan shu serialdagi ishtiroki orqali tanilgan. Nora Salinas Esmeralda serialidagi obrazi orqali 1998-yilda eng yaxshi ikkinchi darajali rol uchun mukofotini qo'lga kiritgan. Aktrisa bu muvaffaqiyatidan so'ng yana o'nlab seriallarda suratga tushgan va turli rollarni ijro etgan. Aktrisa 2005-yilda ilk bor Bitmas yaralar deb nomlangan filmda suratga tushgan. Bu filmdagi roli orqali eng yaxshi ayol roli uchun mukofotiga sazovor bo'lgan. Aktrisaning shaxsiy hayoti. Nora Salinas 2002-yilda Miguel Barbolia ismli aktyor bilan oila qurgan. 2004-yilga kelib esa bu juftlik ajrashishga qaror qilishgan. 2008-yilda u ikkinchi bor Mauricio Becker bilan oila qurgan. Biroq bu turmush ham uzoqqa cho'zilmagan. 2012-yilga kelib ular ajrashgan. Bugungi kunda 49 yoshdan oshgan Nora Salinas hamon ijodiy faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. U nafaqat ijodda, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z sahifalarini faol yuritmoqda va muxlislariga ham ijodiy, ham shaxsiy hayotidagi yangiliklar bilan o'rtoqlashib kelmoqda.